Kim hozirgi momentda qarzda bo'ladigan bo'lsa, videoda o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ringlar. Men Muhammad Saliyev. Taxminan bundan 2-3 yil oldin 7 ta do'konim, bir nechta ishchim va bir necha 100 ming dollar oborotim bor edi. Do'konlar yopilib, ishchilar xiyonat qilgandan keyin do'konlar hammasini yopib tashlab, bilmagan sohaga 200 ming dollar pul kirgizib bankrot bo'ldim. 250 ming dollar общий qarz bo'lganman. Qarzlarni uzib, hozirda 164 ming dollardan oshiqroq qarz qoldi. Bugun Moskva City'daman. Yangi ishlar bilan eski tanishlarimga aloqaga chiqdim. Inshaalloh yangi ishlar taklif qilishdi. Xudo xolasa Allohdan umid qilib turibman. 3 kun burun Rossiyaga keldim, mashinada keldim. Kelishdan burun Musa alayhisalom duosini o'qib kelganman. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Musa alayhisalom uysiz, bo'yda holatda, faqirlikda boshqa mamlakatga hijrat qilganda ushbu duoni o'qigan va bu yetib borgandan keyin Alloh taolo uy bergan, ayol bergan va boylik bergan. Men ham inshaalloh payg'ambarlar sunnatiga ergashib ushbu duoni o'qib keldim. Kelishim bilan yaxshi savdo bo'ldi birinchidan. Mana bugun katta ishni ustidamiz. Xudo xolasa kechqurun hozir soat Moskvada 11dan 44 minut o'tdi. Inshaalloh qarzga botganlar tushkunlikka tushishdan foyda yo'q ekan. Men tushkunlikka tushib 1 yildan oshiq vaqt hech narsa ish qilmay taksichilik qilib, uyda o'tirib, siqilib vaqt o'tkazib yubordim. Endi attang qilyapman. Hozir ham kech emas, Xudo xolasa hammasi oldimda. Alloh taolo beraman desa 1 kunda berar ekan. Hozir ham taksida ishlayapman. Keliblar ishga chiqqanman. Bitta u ishga qarab qolmay, katta ishlarga Allohdan so'rab tavakkal qilyapmiz. Xudo xolasa kuzatib boringlar, podpiska qilib qo'yinglar, kommentariy yozinglar. 100 ming plus loyihasi ham davom etyapti. Xudo xolasa katta ishlarni qilishga harakat qilamiz.